Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammalarga ro'za Ramazon oyi yana bir marta muborak bo'lsin. Bugun minnatdorchilik marafonimizning 8-kuni. 8-kunni darslarni men sizlarga xos tashiyman. Shular bo'yicha savollaringiz bo'lsa yozsanglar bo'ladi, bo'lmasam tushunarli qilganman. Qizlarjonlar, bugun ham menda yana ko'chadaman, yana iftorlikdaman. Shuning uchun qizlar bilan o'tirishimiz bor edi. Shuning uchun ulgura olmayapman qilishga. Praktikaga yopishmaganlar yopishmanglar, qo'yib yuboringlar. Bugun 8-kun. Qizlarjonlar, sog'ligimiz uchun, tana a'zolarimizni sog' salomatligi uchun, sog' salomat yurganimiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Va undan tashqari oila a'zolarimizning salomatligi uchun, farzandimizning salomatligi uchun, turmush o'rtog'imizning salomatligi uchun, jamiki yaqinlarimizning salomatligi uchun va dunyodagi o'sha sog' salomat yurgan insonlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bitta his qilib ko'ring. Aslida borliqdagi har bitta inson bir-biriga yordam beruvchi. Borliqdagi har bitta narsa bir-biriga yordam beruvchi. Xuddi shunaqa siz ham bitta tana a'zolaringizni his qilib ko'ring. Sizni yurishingizga oyoqlaringiz yordam beradi, tizzalaringiz yordam beradi, tazlaringiz yordam beradi, umurtqa pog'oningiz yordam beradi. To'g'ri yura olish uchun miyangiz yordam beradi, qon aylanish sistemangiz yordam beradi. Qancha jarayon bo'ladi. Biz bularni juda ham kam hisoblaymiz. Biz bularni kakta nima deydi, tekinga kelgan narsadek qadrsizlantiramiz. Ozgina og'riq berib qolsa, o'shanda ham men oldingi holatiga minnatdorchilik bildirmasdan og'rigan holatidan norozi bo'lamiz. Shuning uchun bugun har bitta tana a'zoyingizga, har bitta o'sha organlaringizga, har bitta o'sha organizmingizdagi sistemalarga, nerv sistemangizga, qon aylanish tizimingizga, jigaringizga, yana harakat tayanch tizimingizga, hammasiga. Tasavvur qilib ko'ring, bitta siz oddiygina krushkani qo'lingizga olishingiz uchun qancha jarayon ketadi. Sizda birinchi o'rinda miyangiz ishlaydi. Qo'lingizni u yoqqa olib borish haqida buyruq beradi. Qo'lingiz harakatga keladi, erta qon aylanishingiz shunga moslashadi, suyaklaringiz harakatga keladi, muskullaringiz uni harakatga olib keladi. Suyaklaringiz ulangan joydagi xriyashlarda, mana masalan tog'ay to'qimalari deydi, o'sha yerda shilliq ishlab chiqarish boshlanadi, juda katta jarayon ketadi. Lekin biz bularni juda ham kam sanaymiz. Bu narsalarni vaqtida qadriga yetmaymiz. Qachonki faqat og'riq bersa, faqat qimillata olmay qolsak, shunda ham minnatdorchilik emas, faqat nolish beramiz. Qaridim shekilli yoki boshqa bo'ldi shekilli. Xullas sabab topib beramiz va o'shanda ham oldingi holati uchun minnatdorchilik bildirmaymiz. Bugun butun hamma a'zolaringizga, hattoki farzandingizdagi sizni qoningiz aylanib turganiga, sizni yuragingiz unda urib turganiga, sizni ko'z qarashlaringiz, sizni taningiz asosida, sizni geningiz asosida u shakllanganiga minnatdorchilik bildirasiz. Farzandingizning sog'lomligiga minnatdorchilik bildirasiz. Turmush o'rtog'ingizning sog'lomligiga. To'g'ri, masalan, bo'lmasligi mumkin, idealna sog'lom bo'lmasligimiz mumkin. Qattimizdir og'riq berayotgan bo'lishi mumkin, qattimizdir kasal bo'lishi mumkin. Lekin shu jarayonda ham miyangiz eshitib turib, miyangiz his qilib turibdimi? Miyangiz shu meni gapirayotgan gapimni analiz qila olyaptimi? Shuni o'ziga ham minnatdorchilik bildirsangiz bo'ladi. Masalan, ba'zi holatlarda aytiladi, masalan, meni oyog'im yurmayapti yoki qo'lim yaxshi ishlamaydi. Lekin sizni ko'zingiz ko'rib turibdi, ko'ra olyapsiz, miyangiz ishlab turibdi, analiz qila olyapsiz. Yana quloqlaringiz eshityapti, siz gapira olyapsiz-da. Hamma tizimga, hamma o'sha sog'lig'ingizga javob beruvchi, sizni salomatligingizga javob beruvchi, tanangizga javob beruvchi hamma tizimga, hamma narsaga minnatdorchilik bildiramiz. Qizlarjonlar, minnatdorchilik yozayotganda, masalan, minnatdorman miyamga, minnatdorman barmog'imga emasda, minnatdorman o'sha bosh miyamdan. Chunki meni mana shunaqa anglatib, harakatlarimni boshqara olishimga yordam berayotgani uchun. Minnatdorman barmog'imdan, menga o'sha narsalarni ushashimda yordam berayotgani uchun, usholayotganim uchun. Minnatdorman oyog'imdan, men xohlagan joyimga yurib olib bora olayotganim uchun, tipa sababini ham yozamiz qizlarjonlar, nimagaligini. O'shanda yaxshiroq his qilasizlar.